Assalomu alaykum o'g'lijon, men 9 do'konimiz kuzatuvchilari. Bugungi video obzorimiz frezerlar haqida bo'ladi. Mebelchi akalarimiz hamda eshik usta akalarimiz uchun juda kerakli bo'lgan instrument hisoblanadi. Frezerlarimiz 3 xil turlar mavjud. Hansgrohe brendiga tegishli bo'lgan mana bunday kichikroq frezerlarimiz. Oborotlari 1300 dan 33 gacha bo'ladi. 6-8 nasatkalar ketadi. Bu frezerimizni tagidagi qismi nasatkalari 3 xil komplektdan chiqadi. Keyingisi Alteco brendiga tegishli bo'lgan frezerimiz. Bular 8000 dan 28000 oborotgacha. Bunga ham xuddi shunday 6 dan 8 gacha nasatkalar tushadi. Va eng katta oborot frezerimiz bu ham Alteco brendiga tegishli. Oborotlari 8000 dan 23500 gacha bo'ladi. 8, 10 va 12 nasatkalarimiz tushadi. Kimga shunday frezerlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Orange M9 do'konimizda kutib qolamiz.